boshlandi. Bahorda oxirgi kuni. Ertaga xudo xolasa yozda. Bu namunami? Namuna bir tonna bor. Nechi pullik puli? 15 ming tevasida. Bozor so'radimi hali endimi? So'ragani 15 tevasida sotilaveradi. Bargachi yo'l chekana? Shu barga. Nechi pullik? Tevaga sotilaveradi. 30 tevasida ekan bu. Mana bargalar chiqibdi. Bargalar 25 bo'lgan kecha. Qancha barga? Kecha juma kuni qancha qizil chiqibdi? Qizil chiqardi, qancha edi? 25 tevasida deysizmi? Bir xil ekan hammasi. Mana buni optovi 15 ta atrofida ekan. Anuchi. Bu bargachi. Pul kaç deymiz. Ya şu 15 ta atrofida ekan. Avtobuslar 8 ming 10 mingmi? 10 ming atrofida ekan. 12 mingdan beraveradi. Kecha necha so'rashmadimi? Yo'q, hech so'rashmadi. Ha, maydasin-chi? Maydasi 10 ming. Bozorimiz bo'lyapti. Necha pul bo'lyapti? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? 20 ming. Qaysi biri? Ashi yetti u. Dehqonchilikda olib chiqdingizmi? Ha. 20 ming so'm bo'lyapti. Bir xil ekan-a? Bir xilmi? Bir xil. Nimaga berasiz? Endi yorilindi. Qalay qildi bog'da o'ringiz? 19 ga bo'ladimi? Bog'da o'rin qalay qildi? Sepkil bormi yo'qmi? Sepkil kamroq bizda bo'ldi. Ha? Shabalar ekan-da. G'ib joylarda bor. Bo'lmaydi. Shunaqa. Necha pul bo'ldi bu? Qaysi biri? 19 mana shumi? Ya mana shuni qilyaptimi? Namunami 19 ta qoldi? Hammasi. Hammasimi? Bo'ladi 19 mingga. Bunisi-chi? Hammasi so'rayapti. Ha, hammasi 19 mingmi? Sifatda 500 mingni olib turish niyat bor. Qiynamaydi. Hozir bering o'sha jiddiy qolsin bizga. Hashtalar nechi pul bo'lyapti-ku? Hashtalar. Nechi pul bo'lyapti? Hashtalar namuna nimaga? Mashalarni 35, 36, 37 qilishyapti. Hashtalar bozori yaxshimi bugun yo o'tgan safarga o'xshagan sal suraqmi? Yaxshi. Yaxshi. Sal yurib qoldimi? Ha, yurib qoldi. Sal tozaroq yuryapti, o'rtacha sal pastroq bo'lyapti. Asarni ham olishni boshlashdi. Boshlashdimi? Ha, yaxshi. Ungacha olishyapti. Ay, atqotini. Ya'ni 20 bilan 30 orasida-chi. Bu o'sha to'xtab turibdi. Avtobuslar o'shanda yuradi-da. Bular nechi pulli? Ashnaqalar so'rash. Ha. Bular mashinalar bo'lsa avtobuslar yaxshi yuradi. Shular silashib qoldi, xolasa. Ancha o'ylayapman. Ha, yurib qolar, xudo xolasa. Yaxshi, yomon emas. Ha, shu. Bo'lyapti. Nima qilib turib olishyapti? Nechi bo'libdi o'ringlar? Karakada. Sotildimi? 35 bo'ldi, yo'q, sotilmayapti. Nechi 35? 35 qoldi. Ha, tekkiz ekan ha.
Yotib ketyapti. Ha. Bir xil ekan-a, yo manisi boshqaraqmi? Mana yirik Bitta o'xshaydi. seni bo'lsa ham bo'laveradi, bir xil desa ham Mana bo'laveradi. sal yirik ekan-a bu. Mana-chi dimlangani. Dimlangan nechi bo'ldi? Dimlangan 20 ming so'm bo'libdi mana dimlangan. Mana nech bo'libdi mana? Spari. Farhod akamdanmi? Yo sizdanmi? Farhod aka, spari nech pul bo'ldi aka? So'rashdimi? 5 ming beryapman. Ha, 45 ta atrofida ekanda. Chiroyli ekan, omma ekan. Har xil video qilib YouTube'ga chiqaryaptimi? Ha? Ko'rmaysizmi? Mana-chi bular. Men yemayman deyapman. 20 mingdan bo'lgan. Sponichi? Bu 35 ming. 30 ming, 35 ming atrofida ekan bular. Lekin mana chiroyli ekan haqiqatdan. 8 narsa ekan. Basen bilan emas endi. Unikidan beraman. Nonolarni ish pul bo'lyapti-ku. Sotilishchi, nech pul so'rashdi? Qattiq ekan. So'rashdimi buni? Nech pul so'rashdi unga hozir? Qizil mag'izmi? 20 ming so'radi. Qizil mag'iz-a bular yo oqmi? Oqmi? 20 ming bo'lyapti. Bermadi. 18-20 atrofida ekanda. So'qdikmi bu ham? Bu qanaqa qana? O'zi bu savdoda bo'lsangiz chiqadi. Bular nechi pul? 15 ming. Ya 15 mingga olmaydi bularni. Bu aytaverishida Yo, nimasini nechi pul so'rashdi? 8 ming. Sotilishini ayting-da, boli dehqonlarga, uzoqdagi nimalarga naq bilganida ekana. Ha. O egasi boshqa. Bu 6 ming, 8 ming atrofida bo'lsa kerak bu. Ulug'bek. Ha? Ulug'bek. Ulug'bek. Uchi? Bu ham Ulug'bek. Yo, Ha, shu shuna. meniki 7 ming qildi ana. Ha. Konditer borgilar 7 ming so'm bo'ldimi? 7 ming. Ha, shuni 5 ming qildi nargisini. Narigi sariqlarni-chi mana, svet 5 yaxshi. qildi. 15. Nari qopdagichi? 15 qildi. Narigini. 2 ming. Ha, mana arzon so'raganlar mana 2 ming so'm. 1000 so'mga ham boraverik. 2 ming bo'pti. Qizil kompotlar 5 ming, 6 ming, 7 ming atrofida bo'lyapti. Yetti ming, 7,5 minggacha. Zo'ri bo'lsa 8 ming. Sizdanmi bo'ri? Nech pulga bordi? Ha? 10 ming so'm. Bermadingizmi? Jinni maydaroq ekan-a. 10 mingga yaxshi so'rabdi omali. Mana kompotlarchi qizillar. 7,5. Ha, ana. 7,5 ming. Shuni aytdim mana 7 ming, 8 ming orasida deb. 8 ming ham olyapti.
Yaxshi. Mağazın hiç bulup ki? Egasi yo'qmi? Sizmi? Nechta so'rashdi? Nechta deyapsiz? 40 ming? Nechta sotyapsiz? Birinchi marta sotishi, joyini yurib tashagan. So'rashmadimi? Aqelajon. Assalomu alaykum aka, Assalomu alaykum. Kecha uni ham chiqarmagan akasi haligini ham. Chiqardim. Mağaz qaysi biri sizniki? Men sotdim, o'ta suvi. Yo'q, necha pul bo'lyapti mağazlar? Mana shular. Suvlari 20 Damlanganlari? Maschi, ana. Necha pul bo'ldi shu? 35 bo'lyapti. Ha, 35 ming. Qo'rak olyapti. Bering shuni. Naturalni. 35 ga bermabdi. Yaxshi ekan-da. Ha? Bering. Qo'shiq qavushaman aka shular. Mağaz bozor ham yurib qoldi. Qaşakimi bu? Qadarishni 22 ming so'm. Bozor yaxshi. Savdolar bo'lyapti mana.